Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ko'p ummatlarning tarixi haqida, ko'p ummatlar haqida so'z yuritadi. Bu ummatlar kelib yer yuzida o'zini davrini, o'zlariga belgilangan muddatni yashab o'tib oxirat diyoriga safar qilishdi. Ular keldi, davrini yashadi, ketdi. Ichida itoatkor mu'minlari ham bor bo'ldi, osiy, fojir, fosiqlari ham bo'ldi. Mustazafin, zaif bo'lgan, zulm ko'rgan kishilar ham bo'ldi. Haddidan oshgan, to'yonga ketgan kishilar ham bo'ldi. Qur'on oyatlarini ulamolar 3 qismga bo'lishadi. Qur'on 3 qism deyshadi ular. Qur'onning 3dan biri Alloh taoloning payg'ambari Muhammad alayhisolatu vassallamning hayotiga bog'liq oyatlar, hamda shar'iy hukmlar, hamda avvalgi o'tgan ummatlarning, payg'ambarlarning qissalari. Ilm nuri.